Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarim. Demak, sizlarni bu kanalda ko'rib turganimdan xursandman. Bu kanalda bugun sizlar bilan video orqali nimalarni gaplashamiz. Demak, bugun dolzarb hammaga qiziq bo'layotgan uzun market nima o'zi? Marketplace nima u? Unga qanaqa kirish kerak? U kimlar uchun mos va kimlar uchun mos emas? Shu haqida demak gaplashamiz. Bugungi mavzuyimiz juda ham qiziq bo'ladi. Eng zo'r ma'lumotlarni sizlarga berib boraman. Xudo xohlasa o'shan uchun yaxshiroq joylashib olamiz. Kerak bo'lsa oldimizga daftar ruchkalarni tayyorlab olamiz, chunki mavzuni eng zo'ri hali oldinda. Hozir uzun marketga ko'pchilik kiryapti, lekin kimdir oxirigacha qolib ishlayapti, lekin kimdir 2 oy ishlamasdan qaytib chiqib ketyapti. Buni sababi nima? Buni sababi demak, uzun marketda bilmasdan, uni mohiyatini tushunmasdan turib, kirib biznes boshlash bo'lyapti. Endi esa shu videolar orqali men sizlarga imенно uzun marketda noldan qanaqa kirish, unga demak etapma-etap kirish jarayoni, unda sotuvgacha bo'lgan, demak natijaga chiqishgacha bo'lgan jarayonlarni oddiy va sodda tilda tushuntirib berishga harakat qilaman. Demak, oldin sizlarda savol paydo bo'ladi. Uzun market nima bu? Uzun market bu marketplace. Bu sizni uyingizning oldidagi qanaqadir kichkina do'koncha yo magazin emas. Uzun market katta savdo majmuasi, katta savdo platformasi. Demak, bunda uzun marketda o'zi sizga katta trafik olib kirib beradi. Shuni hisobiga sizda demak savdoyingiz juda ham zo'r bo'ladi. Demak, menda uzun marketda to'g'ri ishlash bo'yicha 4 ta qoidam bor. Ya'ni, birinchisi bozorni to'g'ri analiz qilish. Ikkinchisi to'g'ri tovar tanlash, uchinchisi to'g'ri tovar kartochkasi yaratish. To'rtinchisi tovar topshirilgandan keyin jarayonni kuzatib to'g'ri baholash. Endi o'zidan o'zi sizlarda savol ketidan savol paydo bo'ladi. Uzun market kimlar uchun mos, kimlar uchun mos emas? Demak, sizlarda hozir o'tiribsizlar, ko'ryapsizlar, menga uzun market mosmi degan savol sizlarga demak kelyapti. Demak, meni sizlarga beradigan javobim sizlarga mos uzun market. Uzun market kimlar uchun? Uyda o'tirgan uy bekalari uchun, o'zini biznesiga qo'shimcha daromad olib kirmoqchi bo'lganlar uchun yoki biznesni mayda qadamlar bilan kattalashtirmoqchi bo'lgan odamlar uchun yoki davlat ishida ishlab o'ziga qo'shimcha ish qilmoqchi bo'lgan odamlar uchun 100% to'g'ri keladi deb ayta olaman. Endi shu savolni xuddi teskarisi sizlarga yana kelyapti. Xo'p, uzun market unga bunga mos ekan. Kimlar uchun mos emas? Uzun market kimlar uchun mos emas? Uzun market sabrsizlar uchun mos emas. Uzun market hisob-kitobni to'g'ri qilishni bilmaydiganlar uchun mos emas. Uzun market tez boyimoqchi bo'lgan odamlar uchun mos emas. Chunki uzun marketda ishlash bu tez boyib ketish degani emas. Hamma narsa sabr va qunt orqasidan etapma-etap bo'ladigan jarayon hisoblanadi. Endi o'z-o'zidan savol paydo bo'ladi. Demak, uzun marketda qanaqa pul topsa bo'ladi? O'zi pul topsa bo'ladimi? Chunki uzunmi foizlari baland, ko'pchilik kiryapti, chiqib ketyapti degan qanaqadir qo'rqinchli savollar sizlarda paydo bo'layotgan bo'lishi mumkin. Lekin to'g'ri strategiya asosida, ya'ni to'g'ri bozorni analiz qilish, kartochkasini to'g'ri to'ldirish va omborga to'g'ri topshirish, undan keyingi jarayondagi bo'ladigan ishlarni to'g'ri bajarish orqali hammasini etapma-etap bajarib borsanglar, demak, to'g'ri strategiya tuzib olsanglar, demak, Xudo xohlasa, uzumda foyda bilan savdo qilish imkoniyati bor. Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, uzun market bu imkoniyat, lekin o'sha imkoniyatdan to'g'ri foydalanish bu sizning vazifangiz hisoblanadi. Demak, uzun marketda tizim bilan ishlashga tayyor bo'lsangiz, uzun marketda ishlashga tayyor bo'lsangiz, o'z biznesingizni yo'lga qo'ymoqchi bo'lsangiz, unda uzun market siz uchun. Agar siz uzun marketda noldan to'g'ri o'z biznesingizni boshlamoqchi bo'lsangiz, kommentariyga start so'zini yozib qoldiring, chunki siz yozgan kommentariyangiz orqali men keyingi darslarga video darslik tayyorlashni boshlayman. Keyingi video darslikda nimalar bo'ladi? Uzun marketda noldan qanaqa boshlash, demak, qanaqa summa bilan uzun marketga kirish kerak, qanaqa tovar tanlash kerak. Hammasi haqida yana ham podrobno men sizlarga zo'r video darslik tashlayman. Obuna bo'lib qo'yishni unutmang, chunki bundan ham zo'r ma'lumotlarga ega video darsliklar hali hammasi oldinda.